kalsiy mahsulotimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu kalsiy peptid yaka hayvonining shoxidan va bosh suyagidan tayyorlangan bo'lib, organizm uchun juda ham muhim bo'lgan kalsiyni 92-94% gacha suyaklarda so'rilishi aniqlangan. Bu ta'mi ham juda ham yoqimli. Sublingualniy taklif qilinadi, iste'mol qilinish, ya'ni til ostida shimish orqali har kuni kasallikni oldini olish uchun bir mahal, davolash uchun 2 mahal ovqatdan keyin iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Bu mahsulot nima uchun tavsiya qilinadi? Yirik mayda bo'g'imlarda og'riqlar, charchoqlar, terlashlar, soch to'kilishlari, tirnoq mo'rtlashishlari, xotira susayishlari, shular hammasi kalsiy yetishmovchiligidan belgi. Tishlarda tez yemirilishi, obedgacha aktiv bo'lgan vaqtida tez charchoqli his qilyapsizmi? Demak, kalsiy yetishmovchiligi bor. Uni biokimik laboratoriyada yana bir tekshirtirishingiz mumkin va bizning mahsulotimizni albatta oilangizga kiriting va iste'mol qiling.